biz bu Ramazanda şu imanı ruhimizni tapıpmiz ve yenilaymiz ve güçlendirimiz. Seferimiz bek uzun, bek muşakkatlik bulatma bugünkü günde. Menzilimiz tek yirak. Biz Allah'ın kaşıdın keldik bu dünyaya, Allah'ın kaşığı kitvatımız. Dualam hemme işini onşumaydı ve onşaydı. Kanda vakti onşumaydı. Biz dua kılam esli vaga vaktimiz onşumaydı. Sebeplerini hemen taşlap koyap. Bu dua işimni hal kıtı. Dua kıldım go, dua kıt koydum go degan çağ dua hiç işimizden hal kılmaydı. Ama kıtkan hem işini kıt boğan dinkin yani hal olmasa dua kılsak dua hem işimizden onşaydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Esselamu aleyküm. Allah Teala'ya çeksiz hamdü sanalar etimiz her vakit. Ve hususen biz aciz bendeler için özünün rahmetiga erişibilişimiz ve cennetiga kiyişke layık buluşumuz için bizning hayatımızda ve vakitlerimizin içinden bizlerge mevsimlerini qilib berganiga, ibadet mevsimleri ve dualar icabet tutgan ve kılgan ibadetlerimizge Allah Teala hassilab ecir bir tutgan mevsimlerini qilib berganiga Allah'a cheksiz hamd sanolar olsun. Çünkü biz o Allah'ın bizge bergan nimetlerine layık amel ibadet qilib bulanmaymiz. Yani biz Allah Teala'nın nimetlerini sanısak elbette sanap bulanmaymiz. Ve şu nimetleri cennet emez. Bizge bergen nimetlerinin karşısı da Allah Teala'ya kulçuluknama cayda kıpılanmayız. O cennet Allah'ın razılığı ondan keyin kişiyiz. Biz avval bizge Allah Teala bergen nimetlerinin karşısı o Allah'a layık bir kulçuluk kılsak, kılalısak. Andin keyin ma nimetinin karşısı da Allah'tan ağan nimetke tuluq bir işini qıp boğan din keyin andin keyin Allah Teala onun üstüge bir tıkan cennetke layık bir işini kılsak. Ama biz kıpılanmayız. Ama Allah Teala bizge rahim kılıp Allah bendeleri kuyumcan doğallık için mümin bendelerine rahim kılıp duaları bilen ve şunda fırsatlarını çın tutsa o fırsatlarda Allah Teala'ya ibadetlerini kılsa şu duanın bereketinden ve kılgan emel ibadetinin sebebi bilen Allah Teala bizden fezleden andin kin bizge ihsan kılıp ahirde cennet gibi. Şunun için Allah Teala'ya çeksiz hamdülillah olsun. Ve şunun katarından yana bizge qarab kelyapatgan ve biz onu saqlayapatgan Ramazan ayı. Aldınqı hafta qısqacha to'xtalgaydik. Yani Ramazanның ayının qanda ay ekanligi ve o ayda qilishga tegishli bo'lgan ishlarning ba'zi ve onunğa aldın tayyorlik qilish ve şu Ramazan münasebeti bilan özümüzde özleştirib olishga tegishli bo'lgan ba'zi ishlar to'g'riliq to'xtaldik. Mesela Allah Teala'nın yaxşı görüşten ibaret bir muhabbet, yaxşı görüş ibadetini kalbimizde bihlandırışqa tayyorlik qilish to'g'riliq gap qilgan. Qur'onni yaxşı görüş, Resulullah'ni yaxşı görüş ve müminlarni yaxşı görüşga o'xshagan bir qator ishlar to'g'ri. Bugün biz şunun davamı sübtida, yani şu Ramazanni qanday kutib olamiz ve onunğa qanday tayyorlik qilamiz degan to'g'risida yana qisqacha to'xtalamiz. Biz bu Ramazanda yuttirib qo'ygan kimligimizni izlaymiz. Birinci qilib. İkinciden taqvolik to'g'risida qisqacha to'xtalamiz. Üçüncüden dua to'g'risida. Yani bugünkü dersimiz, söhbetimiz şu üç noktada. Asli musulmonlar jismi aciz bo'lsa-mu, tayyorligi cheklik bo'lsa-mu, ammo haqiqiy musulmon, haqiqiy mu'min bo'lgan vaqtida, ruhiyati yuksak bo'lgan vaqtida dushmanlarning ustidan g'alaba qilib, dunyoda yetakchilik o'ringa chiqib, dunyoni qo'lga olib yashagan. Biz ichimizdagi shu ruhni yuttirib qo'ydik ve yuttirib qo'yyapmiz. Yani musulmonlik ruhi, iman ruhi. Endi biz Ramazanda mushu ruhni izlashga tayyorlik qilishimiz. Bu ruhni qanday topamiz Ramazanda? Bu ruhni topsak bizlarga nima ishlar bo'ladi? Bu ruhni topgan, bu ruh bilan yashagan bizning ilgirki ota bobolarimizga, ilgirki musulmonlarga nima ishlar bo'lgan? Asli bu o'zimizning kimligidir. Yani özümüzün musulman kimlik. Biz bu musulman kimlikimizni yuttirib, bu ruhimizni yuttirib,
Bu qimmatimizni yutirib qo'ygan ekan. Andan keyin biz qimmatimizni ya sharqdan izlab baqdik, ya g'arbni izlab baqdik, ammo binasi chiqmadi. Chiqmadi-ku? Shama madaniyatlik bulamizmi deb g'arbning keyindan yupaq bilmazgin. Eshib ketdi madaniyatlik bulab. Sharqning keyindan yupaqdi bilmazgil. Ham mang'iliyotdi hozir. Uning oqibati yana o'xshash. Ammo islomiy ruh, ya'ni bizda yutib ketayotgan va biz unutib qolayotgan islomiy ruh. Ramazonda mushu ruhni o'zimizda uyg'otishimiz kerak. Chunki biz dedik, bu Ramazon madrasatu ruhaniya yoki madrasatun imaniya. Bir ruhni tarbiyalayotgan oy bu. Bu Ramazon iymonimizni tarbiyalayotgan. Ya'ni iymonimizni oldimizga qo'yib qo'yib, nereden nergacha men o'zimni musulmon deyman, men qanday musulmon. Biz dedik, o'zimiz bilan ham qolamiz. Nefsimiz acizlaydi. Yemigandikin, içmigandikin. Allah Teala meredetü şeyatin, şeytanın ait baştonlarını Allah Teala soffidet dedi. Yani bağlap birdi biz için. Biz vaxtıda özümüz bilan qalamiz. Bu ayda rahmetler tükülütü, maneviyatlar yüksülütü. Şu vaxtıda biz özümüzün maneviyatini izlab bakışqa tayyorlik qilishimiz kerak. Nimishqa İbrahim Aleyhisselam'ni Allah Teala bir kishi olsun, nimishqa ümmet deb atadı. Şu ruh sebebidenki. Özü bittal adam bo'lsinmi, ama bir ümmet. Nimishqa ümmet bo'ladigan desek, qalbidagi şu imani ruh bo'lganligi uchun ekan. Ama bugungi kunda musulmonlar 2 milliard yaqin musulmon mashinama dunyoda. Şu islomiy ruh, ichidagi şu imanning ruhini yo'qotib qo'yg'achqa, andan keyin biz dengizning ko'pikiga o'xshash, ko'pik bo'lib, eg'ir basmaydigan, bir yerda gapimiz o'tmaydigan, o'tmadi qo'sh, nima dunyoda musulmonlarning gapi. Bizning masalamiz kelganda dunyoda musulmonlarning gapi o'tmadi. Hech yerda. O'zining degan gapim o'ziga o'tmadi. Dunyoda bulayotgan zulmliga hech yerda hech kimning gapi o'tmadi musulmonlarning gapi. Sani shuncha jiq bo'lsa-mi? Nimishqa? Bizda shu ruh bo'lmaganlik uchun. Endi biz Ramazonda mushu ruhni o'zimizdagi shaxsiy mushu ruhni izlashga tayyorlik qilishimiz kerak. Men kim? Nereden kelgan, ne ketyapman va nimish qitma, nimish qilmoqchiman degan narsani o'zimizdan so'rab baxishimiz kerak. Nimishqa Alloh taolo azizlik mu'min musulmonlar g'olib deb mushunday gaplarni qiling va sen nimish musulmonlar holi va bizning holimiz va mening holim mushunday tushkunlik, mushunday bushanglik bo'lib qoldi. Bu nimishqa deb o'ylanib baxishga tayyorlik qilishimiz kerak. Yani men üzemni muş doğrusu bir so'rab baqaman. Men nimishqa mushunda bo'lib qoldim zade. Musulmon emas odamlar o'zining o'qishida, pul tepishi shunchalik yuksalib ketib bordi. Men nimishqa men bir musulmon turib, nimishqa ruhiyatim kuchli bo'lmaydi. Ishlarim nimishqa ratlik bo'lmaydi. Men nimishqa shuncha past bir kafirning zulmi ostida qolman. Men va biz degan narsani o'ylanib baqishimiz kerak. Ramazonda asli insonning tabiati bilan aytgan vaqtida urush degan nay tayyorligi puxta, badani kuchlik vaqtida beriladigan narsa. Masalan, burunqi urushlig'ini qarab baqsaq, mo'l husulla pishib, hamma odam mo'l husul elib, ochliqla tuluq, yayloqda qo'yli jiq vaqtida andan keyin urush fursatini ashna vaqtda tanlaydi. Burunqi odam. Ammo islomning ba'zi va ko'pincha ahvolatlari uning qarshisida. İslamda nurgun çoğun urushlar Ramazonda berilgan ve musulmonlar u urushda g'alaba qilgan. Masalan, Badr urushi, Badrul Kubra deydi, yani çoğun Badr urushi. Hicretning 2-yilisi. Ramazon farz bular bilan musulmonlar soni shuncha ozdi. Ammo ma'naviyati yuksakdi. Ma'naviyati kuchlikdi. Shunda bo'lsa-mu, az son bilan o'zining dushmanlarining ustidan g'alaba qildi. Hergiz ya biz usab qatdik yoki biz urushda herib qatdik deb o'ltirmagan. Nimishqa biz dushmanning ustidan g'alaba qilaman bo'lsak, moddiy emas. Ya'ni bizning moddiy tayyorlik to'g'ri, moddiy tayyorlik zarur. Ammo biz uning bilan tayanmaymiz. Masalan, Quddusning 2-qatimliq fatisida Salohiddin Ayyubi rahimahulloh askarlarni tizib jangga tayyorlik qilib, bir kun oqshom vaqti shunda chiqdi deydi. Chiqqandan keyin nayda qalaymaqan askarlarning ishi. Kechilikda atdigan vaqtida chiqsa tahajjud o'qigan bir askar yo'q. Biraz musulmonlarning ichi ruhiy qalaymaqanchilik. Qanday kim ya
Unda olab qalsa biz mag'lub bo'lamiz deydi. Andan keyin qayta retki saldi deydi. Qayta retki silib bir tayyorlik qildi. Yana bir kunisi yana qayta chiqdi kechilikda tekshirishga. Chiqqandan keyin ba'zi mujohidlar Qur'on o'qiyotgan, ba'zi kechilik tahajjud o'qiyotgan. Va bihada nantasir. Biz meni mushu ruh bilan, mushu ma'naviyat bilan andan keyin g'alabamiz deb urush qildi. Falastinni fath qildi. Umar raziyallohu anhumuz qo'shinlarni avatib, qo'shinlarga vasiyat qilaman bo'lsa, vasiyat qildi. Vasiyatlarga yozitdi xatlarga. Agar siz Allohga asiy bo'lib, gunohlarni ishlasanglar, ya'ni nafsingni xatolikdan tusib, ruhingni chub ketsa, tayyorliqinglar kofirlarga o'xshash bo'lmaydi, mag'lubsizlar. Unda bo'lgandan keyin sizlar taat ibodatni lozim tutinglar. Shu taat ibodatdan olgan kuch bilan, shu ruh bilan andan keyin dushmanlaringning ustidan g'alaba qilsizlar. Tarixdan bu yoshida bo'lib kelgan. Tarixdan bu yan deydi, tayyorlik jihatdan musulmonlarning soni bakjiq bo'lib, qurollari sarxil bo'lib, kofirlarning ustidan g'alaba qilishni aytasiz. Ko'pincha vaqtida musulmonlarning tayyorligi oz bo'lsa-mu, musulmonlarning soni oz bo'lsa-mu, ammo iymoniy ruh bilan o'zining dushmanlarining ustidan g'alaba qilib kelgan. Masalan, Rasulullohning tarixida qarab baxsak, Hunayn g'azoti degan bir g'azot bo'lgan. Makka fathi bo'lib, musulmonlarning soni xali ko'payib, qanday keyin kofirlarga qalab deydi ba'zi musulmonlar. Bizga burun oz son bilan g'alaba qilgan odamlar. Endi bizning sonimiz shunchalik tayyorligimiz bor. Bugun g'alaba qilamiz kan-go debdi. Alloh taolo darhol ko'rsatib qo'ydi, urushning beshida mag'lub bo'ldi musulmon. Ondan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana qayta chaqiriq qilib, qayta ratlagandan keyin urushning oxiri yana g'alaba. Har vaqt musulmonlar o'zining, ya'ni o'ziga ishinib, o'zining moddiy narsalarga ishinib qolgan vaqtida Alloh taolo uni tashlab qo'ydi. Biz dedik qolgan soatda biz musulmon bo'lganligimiz uchun Alloh taolo bizga musulmonning muomalasi qildi. Ya'ni bizning yo'limiz ayrim. To'g'ri, biz tayyorlik qilamiz. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Bu tayyorlik qilish Alloh taolo bizni buyurgan ish. Ammo biz uning bilan tanıyamamiz. Ya'ni bizning izzatimiz, bizning kuchimiz, bizning yukselishimiz iymoniy ruhimiz bilan. Biz bu Ramazonda mush iymoniy ruhimizni topibmiz va yangilaymiz va kuchlantiramiz. Ya'ni shuningga tayyorlik qilishimiz kerak. Endi bu yerda deyilayotgan gap anglab qo'yish uchun ham deyilgan gap emas. Har birimizga Muhammad alayhisolamning ummatining bir, ya'ni biz musulmonlarning bir sifati bor. Biz samiyana va ata'na deymiz. Ya'ni bir gapni anglasak, anglaymiz, aqslam itoat qildik deymiz. Biz ammoga amal qilamiz. Ammo burun Allohning azobiga uchirgan millatlarning bir sifati samiyana va asayna deydi. Anglaydi, asiyotdi. Parvo qilmaydi. Shu Allah bizni saqlasin. Ya'ni yaxshi gapni anglab va uningga ergishitgan kishilarning qatoridan qilsin. Endi chunki biz bu Ramazonda o'zimizni tepishimiz kerak, o'zimizning kimligini izlashimiz kerak. Hozirdan boshlab nimishqa degan savollarni so'rashimiz kerak va shuning javobini Ramazonda tepishimiz kerak dedi. Endi biz oldingi haftada Ramazon to'g'riliq nurg'un gapirdik. Ya'ni Ramazonning fazilati, Ramazon oyining, o Ramazonda mutqan Alloh taolaning fazli ihsonlari to'g'ri. Endi shu Ramazonda, ya'ni bizni shu Ramazonga qiziqtirgan ishning birisi Alloh taolaning biz bilan malaikalarning oldida faxrlanishi. Nimishqa faxrlanadi? Malaikalar nurdan yaratilgan tursa, biz laydan yaratilgan tursak. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadis shunda deydi. Sizlarga shahr muborak Ramazon oyi keldi. O ayda ching turinglar amal ibodatga. O ayda Alloh taolo gunohlarni mag'firat qildi. Allohning fazli tukildi. Hatta yatabaha deydi Rasululloh. Hattoki Alloh taolo sizlar bilan malaikalarga faxr qildi deydi. Ko'danglar malaikalar mabandalarimni. Buni ishsibutdi, buni rusishga bikim zo'limgan. Ammo shunda turib, mening roziligimni deb o'zi davomlashib kelayotgan yemeklikini to'xtatdi. Davomlashib kelayotgan nurg'un odatlarni o'zgartdi bu bandalarim. Qalab taqanglar deb farishtalarga Alloh taolo faxr qildi. Ya'ni bizning ortiqchiligimizni, albatta bizning ortiqchiligimiz, bizning badanimizdagi ortiqchiligimiz emas. Tushunami? Bizning yo kiyimimizning chiroyliligi, yo kiyimimizning no'chi bo'lganligi, yoki chiroyimizning kelishgan bo'lganligi emas. Faqat bizdagi shu Ramazonda o'zimizni yetildirgan iymoniy ruh sababidan Alloh taolo biz bilan farishtalarga faxr qilgan.
Həmməylərini Allah Taala şu bəndələrinin qatarından qılsın. Endi yəni biz birinciden şu özümüzün ruhini izləş, yəni İslami ruh, İslami kimlikimizni. İkinci deməkçi oğlumuz taqvadarlıq doğrusunda. Allah Taala bu Ramazanның fərz qılınış məqsədindən birini bayan qılıb deydi. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Üzünü mən musulman, mən mümin, Allah'a ahiret günü işini etmediyen musulmanın qulluğundan tutup anlasın ki furida aleykum, kutiba aleykumus-siyam. Sizlərə Ramazan ayının ruzusu fərz qılındı. Kema kutiba alellezine min qablikum. Sizin ilk ümmetlərə fərz qılınğandı. Yəni əhli kitabqa Yahudi Nasaralığımı hər xil şəkildə fərz qılınğan. Amma ular zaya qılıb etken və özgərtib etken. Əmdi deydi Allah Taala Ramazanның ruzusunun fərz qılınışının səbəbi la'allakum tattaqun. Sizlər taqva boğaysizlər və taqvalıq sübtini üzənglərdə özləşdirvağaysizlər. Biz dedik, Ramazanda nəfslərimiz acizlaydı. Bir nəsi yeməyəndikin, içməyəndikin insanların nəfsi. Şeytanlar bağlındı. Rəhmətlər tükülüb, cənnətlərin işki etilğandan kin bizning ruhimiz yüksülüdü. Biz muşunun türtkisi de muşunda bizge münasip ruhimizi yükseldirtkan muş şaraitda üzümüzde takvalıktan ibaret bir süpetini şekillendirmemiz. Takvalık degen neme? Takvalık degen umumen kılıp ettiği vaxtıda aşkar ve yuşurun halatı Allah Taala'dan korkap Allah Taala'nın buyruğunu kılış ve tosqallardan yeniş. Biz bu Ramazan'da Allah Taala'nın buyruğuna itaat kılıp ruz tutmaz. Allah Taala bizni yiyiş ve içiştin etdigende Ramazan'ı niyet kılgan bolsak keşke içiştin ve eğer turmuş olap kalsa ayallarga yakın geliştin tosqan bolsa biz bunu irak dururuz. Kısıkça. Andan keyin biz şu Ramazan'da özleştirgen şu takvalık bilen ömrümüzün ahirgichilik şu takvalıkның kuvvetide, şu takvalıkның türtkiside Allah buyurgan işlarını qilishga kuch quvvat topalaymiz ve Allah Taala tosqan ishlardan derhal yenishga kuch quvvat topalaymiz. Seferimiz bek uzun, bek muşakkatlik bularmı bugünkü günde. Menzilimiz tek yirak. Biz Allah'ın qeşidan keldik bu dünyaya, Allah'ın qeşiga ketyapmiz. Endi biz her qanday seferge chiqsak, bizga uzuqchilik lazım butu. Bazı pasport lazım butu, pul lazım butu. Amma mümin musulmanning Allah Taala tarafiga bo'lgan, oxiratga bo'lgan bu dunyolikdagi safarda eng yaxshi uzuqi taqvolik. Çünkü Allah Taala ve tezevvedu fe inne hayra zad et-taqva. Uzuqtuluk elanlar. Bilinglar ki uzuqtulukning eng yaxshisi, safardagi tayyorlikning eng yaxshisi taqvolikdir. Biz bu Ramazanda bunundan keyingi hayatımız, hayat safarimizda taqvolikdan iborat bo'lgan bir uzuqni toplayapmiz. Biz hammamiz chiroyli kiyimlarga, chiroyli narsalarga amroq inson. İnsanның tabiati. Chiroyli kiyimlar hammadan yaxshi ko'rdi. Lekin eng chiroyli kiyim taqvolik kiyim. Bir odam taqvo bo'lsa, parhezkor bo'lsa, agar uning kiyimi satılab ketsa, insonning ko'ziga uz ko'rinadi. Ba'zi odamlar var, shuncha kelishgan, shuncha chiroyli odamlar. Ammo u odamlarning qilgan ish sababli ko'rsak, ba'zi qilgan ishini o'xshab saskinib ketamiz, qo'shnama. Ko'zimizga shuncha chiroyli, ammo ko'zimizga uz ko'rinmaydi. Shuncha sat ko'rinib ketadi. Shunga Alloh taolo aytdi: "Va libasu taqvo zalika xayr." Taqvolik kiyimi ashunaydi yaxshi edi. Yani mümin musulmanga bek yarışlı taqvolik kiyimi. Allah Taala tosqan işlardan yansa, Allah buyurgan işlarni qilsa, mümin nayt güzel o'tib amaliyat dedi. Asli musulmon ko'ngli bilishga tegishli bo'lgan go'zallik mushit edi. Biz Ramazanda bu güzellikni o'zimizda o'zlashtirishga tirishamiz. Endi biz dedik, bu Ramazanda Qur'oni Karim tushirilgan dedik. Shahru Ramazanallazi unzila fihi'l Qur'an hudal lin-nasi va bayyinatin minal huda vel furqan. Qur'onning birinchi maqsadi hidoyat. Ya'ni insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash. Qur'on texnika kitib emas, Qur'on tibobat kitib emas. Qur'on hidoyat kitibi. Qur'on insonga fan texnika o'rgatmaydi. O faqat Qur'onning az bir qismi. Ba'zi yerlarda insonlar sirni ochanmagan tibobatdagi, doktorlikdagi, astronomdagi fan texnika ba'zi narsalarni gap qilib qo'ydi, ammo Qur'onning asosiy maqsadi o emas. Qur'onning asosiy maqsadi hidoyat. Yani insanlarni to'g'ri yo'lga boshlash. Yani Allah'ның yo'lga boshlash, Allohga yetkazgan yo'lga boshlash, ziminda
to'g'ri xalifalik qilish, izbosarlik qilish yo'liga boshlar. Uningdan boshqa vazifasi yo'q, asosiy vazifasi yo'q Qur'oni Karim. Ammo bu Qur'onning hidoyatidan, mushu hidoyat kitobi bo'lgan Qur'oni Karimdan faqat muttaqillar bilan foydalanadi. Udul kelgandan bir plan o'zi o'qib, u hidoyatni ololmaydi. Dinsizdan birisi, bir doktordan birisi Qur'oni Karim qalab ba'zi o'zining doktorligiga qarata ba'zi narsalarni elishi mumkin. Yeni birisi boshqa narsani elishi mumkin, ammo Qur'ondan hidoyat elish uchun taqvolikdan iborat bir sifat ketdi. Şu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'nin 5'ida Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Rayba Fi. O Kur'an-ı Kerim'de çıkanda şek yok. Hudellil muttaqin. O Kur'an-ı Kerim takvalarga hidayettir. Biz şu Ramazan'da düşken Kur'an-ı Kerim'den faydalanma alışımız ve onun hidayetinden menfaatini alışımız için takvadar buluşumuz gerek. Biz bu Ramazan'da şu takvalık sıfatını özümüzde özleştiririz. Eğer biz şu takvalık sıfatını özümüzde özleştirirsek, andinkin Allah Teala bizlerge yardım kıtı. Andinkin biz yükselipmiz, andinkin biz özümüzden izzetten tapırız. Şu ruhi tayyarlık ve takvalıktan ibaret bu sıfat bizde şekillengendinkin, andinkin işimiz yürüştü bizden. Şun bu olmasa bizden ahvalimiz, beşimiz ağızı kulumuzu doğru kılgan dey, kulumuz ağızı putumuzu doğru kılgan adamın misalı okşaydı Müslümanın ahvali bugün. Tıpırlavat etmiz. Hemmimiz ahvalimizi onşaşkı tıpırlavat etmiz. Ama ahvalimiz hiç onşanlavat. Meseleye, o meselenin işkidin kiysek, andinkin işimiz onşulur. Şuna bu Ramazan birinciden özümüzün ruhi kimlikini tepiş ve ikinciden takvalıktan ibaret şu Ramazan'ın maksatlarından biri boğan ve müminlerin talep kılgan imanның vazifesi boğan takvalık sıfatını özleştiriş ve şunun özleştirişki tayyorlik qilish Allah Teala nasip olsun. En ahırda dua. Hem de biz Müslüman boğanlığımız için her vakit huşa, her vakit özümüzge işinişten ve işinip ketişten, özümüzün kılgan işlerine, kılgan ibadetlerine işinip ketişten saklanırız. Ben bakacak ibadet kılıvattım hem de bir iş bulup gite. Ben ma işini kıldım, çokum butuğu. Dep 100% şu işinin neticesini kılgan sebep bilen bağlamayız. Bunun için bizge yine dua lazım. Her işimizde. Biz diyen şu süpetligen Ramazan'ın kıymetini bilişte, şu Ramazan'a kanda tayyarlık kılışta değilgen vaktimizni, hayatımızın tertipleşişlerde, şu Ramazan'ı özümüzü özleştirmekçi olan Allah Teala'nın süyüş, Kur'an'ı süyüş, Resulullah'ın süyüş ve müminlerin yaxşı görüş, mescidlerin yaxşı görüşten ibaret şu değilgen geplerin özümüzü özleştiriş ve bugün değilgen şu özümüzün ruhi kimlikin tepiş ve takvalıktan ibaret şu sıfatını özümüzü özleştiriş için yani bizge dua lazım. Yani dua doğruluk kısaca toxtuluşqa doğru gitti. Çünkü duadan zikip qalğanda bir ahval başlama. Necə anlap qalmız, davamlıq dua qılıverəmtimiz. Dua qılğılıb nemiş 10 şalda. Manç yıl oldu dua qılıvatqılı. Dualam həmmi işini onşumaydı ve onşaydı. Qanda vaqtda onşumaydı. Biz dua qılam esli vaqa vaqtımız onşumaydı. Sebeplerini həmmin taşlap qoyab. Muş dua işimni hal qıtı. Dua qıldımğı, dua qıp qoydumğu degan çaq dua heç işimizni hal qılmaydı. Amma qıtqan həmmi işini qıp bolğandan keyin yani hal olmasa dua qılsaq, dua həmmi işimizden onşaydı. Dua aynı zamanda o bir ibadet. Biz o duanı Allah Teala'ga binası bəzi qılıb, bəzi qılmaydıqan emas. Mesela namaz. Bay olsaq oqub, namrat olsaq okumaydıqan. Ya saq olsaq oqub, kesel olsaq okumaydıqan. Çaylık olsaq oqub, sət olsaq okumaydıqan əməl ibadet emas qoş nama. Qanda ahval olsun oquyvermiz. Kesel olsaq bu oquymiz, namrat olsaq bu oquymiz, japadı qalsaq oquyvermiz. Çünkü ibadetinin karşısında Allah'ın minnet tutmayız biz. Duamı en aşının okşaş bir ibadet. Şu Allah Teala deydi o ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. Allah Teala ben dilerim. Bana dua kılma. Men duayınlarını icabet kıtma. Dep bulap innellezine yestekbirune an ibadeti de. Dua kılıyoremtimiz Xuda saklasın. Dep dua kılıştın başta atıp çoğunçuluk kılgan edemle yestekbirune an ibadeti. Yani dua diyen gepnin ibadet diyen sözülen Allah Teala ifadelavatır. Duanı ibadet dep ifadelavatır. Dua kılıştın başta atıp çoğunçuluk kılgan edemle ola cehennemge dahirin. Har alette cehennemge gitdi. Yani ibadet
u dua, u ibadet. Yani biz Müslümanların düşüncesinde dua ibadet deb bo'lish kerak. Yani başlanışı bu. Bizning binasini tilishimiz ve icabet qilinish u keyingi mesele. Ama biz beshida duani ibadet deb bilib qilamiz. Şun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi: "Ed-dua huvel ibadet." Duanın özü o ibadet. Yani bir hadiste ed-dua muhul ibadet. Dua ibadetinin cevhireti deydi. Çünkü duada bendinin bendiliki ve şu bendinin Allah Taala'nın tuluq itiraf qilish ifadalantı deydi. Çünkü bir soğuğucu var bir yerde, dua qilguvchi, bir so'ralguvchi var Allah Taala. Şunu biz duanı ibadet deb muamele qilishimiz kerak. Şuna Allah saqlasin, dua qilaverdik bo'lmadi. Dua qilaveramiz. Dua bilan nima ish o'ngishiladi, Xudo saqlasin. Agar bilib turib, yengil sanab ko'zga ilmay deb qolgan bo'lsa, Allah saqlasin, iymoniga nuqson yetadi. Çünkü dua ibadet. Bizning tushunchimizda. Yani biz dua qilamiz, uni ibadet deb turib. Endi dua qilgan vaqtda Alloh taoladan so'raymiz. Alloh taoladan nurg'un ishlarni so'raymiz. Alloh taoladan taqvolikni so'raymiz. Chunki Rasululloh bizga unda o'rgatdi. Allohumma inna nas'al tuqa val afafa val ghina deb so'ranglar Alloh taoladan deb o'rgatdi. Biz taqvolikni so'raymiz Alloh taoladan. Alloh taoladan ilmni so'raymiz. Alloh taoladan boylikni so'raymiz. Alloh taoladan sog'lomlikni so'raymiz. Alloh taoladan hamma narsani so'raymiz, chunki u bizning Robbimiz. Chunki u menga duo qildi, men ijobat qilma deydi. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bir duo qilgan qo'pa bir banda men duo qilsam Alloh taolo anglami duoyimni, meni ko'rib tura olami? Men past duo qilma, ba'zi duoyimni anglay olami deb so'rab qo'yib qolsa danki fa inni qarib. Men bandalarga nihoyat yaqin. Ujibu da'vatad da'i iza da'an. Men uning duosini ijobat qilma deydi Alloh taolo. Biz Alloh taolaga duo qilamiz. Endi ba'zi duolar ba'zi vaqtida ijobat bo'lmaydi. İcabet bo'lmaslikning sababi balkim bizdagi masala bo'lishi mumkin. Balkim u ish bizga yaxshi ish bo'lmasligi mumkin. Masalan biz ey Alloh meni boy qilasiz deb, jiq pul berasiz deb so'rsak, bizning xarakterimizda jiq pulga bardoshlik bermaydigan, jiq pul topsak, askilishib ketgan bir xarakter bo'lib qolsa, biz uni qilmasak, Alloh taolo bizga bu pulni bermaydi. Pulni bermaganligi bizga Alloh taolaning yaxshilik qilganligi. İşte mashina haydayotgan bir kichik bola mashinani so'rasa, mashinani bermaganligi bir dadaning balısqa o'shlikidan emas hergiz. Asli balısqa amroqligidan. Nimishqa u mashinani bersa, balısqa qandaqdir? O'zi yordamlab qilishi mumkin. Shuningga o'xshagan. Shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deydi hadisda, bir banda Alloh taolaga bir duoni qilsa, agar u duoning o'zida gunoh o'tgan ish bo'lmasa, ya'ni bir gunohni duo qilmagan bo'lsa, ey Alloh men bugun kecha o'g'irlik qilmoqchi, uyning egasi bir uxlab qolsa, o'g'irligimni joyida qila olay deyotgan. Yoki sil rahmini uzib atgan va shunga o'xshagan ish bo'lmaylam qilib qolsa, Alloh taolo u bandaning duosini 3 ishdan birisi bilan javob qaytardi. Yoki shu duosini agar shunga yaxshilab qolsa, shu vaqtda o'zidan ijobat qildi. Ashuna misollar jiq hayotimizda. Mesela Peygamber'in hayatı qalab baxalım. Ma dunyoning tartibi, dunyoning bütün o'zgartirib atgan narsa dua. Biz bayatdan dedik, duo bilan bir narsa o'zgarmaydi va hamma ish o'zgartirdi. Agar loyiqida qilindi. Nuh alayhisalom 950 yil da'vat qildi qavmini. Kecha kunduz da'vat qildim deydi. Az bir qism odam iymon etdi. Oxir umidsizlandi. O'g'li shuncha da'vatni qilsimu askilikni qilavergan ekan. Ondan keyin fada'a robbahu anni maghlubun fantasir. Ey Allah, meni mushinchilar qilaladim. Men noydi bichora bo'lib qoldim. Fantasir deb Alloh taolo duo qildi. Alloh taolo Nuh alayhisalomning duosi bilan butun dunyoni to'pon balasi qildi. Osmondan mo'l yomg'ir to'keldi, zamindan sulab etilib chiqdi. Shunga Nuh alayhisalom o'zi yasgan kiyimini, ba'zi hayvonlarni elib 60 yoki 70 tane musulmon bo'lgan 950 yilning ichida musulmon bo'lgan odamni elib İbrahim alayhisalom duo qilib ijobat bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotida nurg'un duo qilgan ijobat bo'ldi. Ya'ni ba'zi duolar qilgan vaqtning o'zida agar u bizga yaxshi bo'lib qolsa va shu sharoitga to'g'ri kelsa, Alloh taolo shu duoni darhol ijobat qildi. Shu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 ishdan biridan Alloh taolo chuqur javob qaytardi deydi. Birinchisi vaqtning o'zidan ijobat qildi. Ikkinchisi deydi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, agar u duo u bandaga shu vaqtning o'zida ijobat qilinish yoki vaqti kelmagan ish bo'lib qolib qolsa, Alloh taolo u duoning qarshisida u bandadan bir yomonlikni deb yiqdi. Qaytarib atdi deydi. Biz bir narsani talab qilib duo qilsak, ondan keyin biz o'ylab qolamiz-ki, duoyim ijobat bo'lmadi deb. Ammo Alloh taolo bizning duoyimizni ijobat qildiki, bizga kelayotgan, biz uqmayotgan bir yomonlikni Alloh taolo to'sab qo'ydi deydi. Agar bu bo'lmagan bo'lsa deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Alloh taolo u bandaning duosini qiyomat kuniga olib qo'yar.
Qiyomat kuni bizga yana lozim bo'ldi shunami? Qiyomat kuniga ep qo'ydi, yaddaxiru deydi. Qiyomat kuniga saqlab qo'ydi. Andan keyin Alloh taolo qiyomat kuni uning mukofotini qiyomat kuni berdi. Shunga bizning muomalamiz duo biz uchun ibodat. Duo qilayotgan vaqtida har vaqt duo qilamiz. Namoz o'qib bo'lgandan keyin namozning qabul bo'lishi uchun duo qilamiz. Tijorat qilayotgan bo'lsak, tijorat qilmoqchi bo'lsak, tijoratimizning barakati uchun duo qilamiz. O'qiyotgan bo'lsak, Alloh taolaning vaqtimizga barakat berishi, zehnimizni ochiq qilish uchun duo qilamiz. Imtihonga kiymoqchi bo'lib qolsak, Alloh taolaning to'g'ri muvaffaq qilishiga duo qilamiz. Imtihonga yaxshi tayyorlik qilib bo'lgandan keyin kasallab qolsak, Alloh taolaning shifolik berishini tilaymiz. Agar kasalimiz shifo topmasin, biz har vaqt duo qilamiz. Chunki u duo ibodat. Va yana bilamizki, duo ya shu vaqtning o'zida ijobat bo'ladi. Yoki bayatin deganda shu 3 ishning biridan Alloh taolo bizga chuqur javob qaytardi. Endi biz bu Ramazonda duoni ching tutishimiz kerak. Va shuningga tayyorlik qilishimiz kerak hozirdan boshlab. Ya'ni o'zimizning Alloh taoladan nimadan so'rayotganligimizni aniq belgilashimiz kerak. To'xtab turib, mening ma'ma narsalarga ehtiyojim bor ekan, ma'ma narsalarni so'rashim kerak ekan Alloh taoladan. Va o'zimizni o'zlashtirmoqchi bo'lgan ba'zi sifatlarni Alloh taoladan so'rashimiz kerak. Farz namozlardan keyin, azondan keyin bulapmi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi, inda fitrihi iftar qilayotgan vaqtida bir duo bor, ijobat qilinadi deydi. Shu vaqtni ching tutishimiz kerak. Shu vaqtga ahamiyat berishimiz kerak. Balki mishada o'tirgan bizlimi bizdan ilgari o'tgan ota buvularimizning, bizning ajdodlarimizdan, ya'ni bizning jamoatimizdan ba'zi bir odamlarning yaxshi duosining barakatidan bo'lgan bo'lishimiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi, men otam Ibrohim alayhisalomning duosidan dunyoga keldim deydi. Payg'ambar bo'lib keldim deydi. Shunga bu Ramazonda duoga alohida ahamiyat berayli va yuqorida deyilgan hamma ishlarning o'zimizni o'zlishi va shu maqsadlarning amalga oshishi uchun Alloh taologa zar tazarru qilib duo qilaylik. Alloh taolo deydi, bendam menga duo qil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi. Benda Alloh taologa duo qilsa, Alloh taolo u bendining ching turib duo qilishini yaxshi ko'rdi deydi. Ayyulihha deydi. Yulihha degan arab tilida bir kichik bolaning chaplashib turibdi, kichik bola. Tushangul unumay, yo'q desam unumaydi, voy deb o'zgap qo'ysam unumaydi, chaplashib bir binasiga turibdi. Shuningga o'xshash duo qilishni Alloh taolo yaxshi ko'rdi deydi. Biz o'zimizning ehtiyojli narsalarning nimaligini bilib va shu narsa uchun Alloh taologa yelinib ching turib duo qilishga tayyorlik qilishimiz kerak Ramazonda. Bo'libmi Ramazonda? Hamma narsani so'rsak bu Alloh taolodan. Adab qoida bilan. Ehtiyojimiz bor, hamma narsani duo qilib so'raymiz. Tirishish bilan birga. Bu hergiz tirishmang degan gap emas. Sababini qilmang degan gap emas. Biz musulmon, bizning farqimiz biz sabab qilam ishonmaymiz. Baydadik-ku, biz tayyorlik qilamiz. Biz bu dunyolikda tirishimiz. Ammo hamma ish buninglik bilan halvuti deb qaramaymiz. Buningga ruh qatlati, imoniy ruh. Uningga yana qo'shiladi bizning duoyimiz. Biz maktabda boshqa bolalar tirishqanday tirishimiz va undan bakroq tirishimiz. Ondan keyin boshqa bolalar bilan teng bo'lamiz. Ondan keyin duo qilamiz, boshqa bolalardan o'tib ketamiz. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Taqvo bo'lsanglar Alloh taolo sizlarga o'rgatadi. Shunga oxirida shu Ramazonda qilmoqchi bo'lgan tayyorliklarimizni va talab qilgan narsalarimizni, ya'ni duo qilish bilan birga talab qilishimiz va duo qilish bilan birga tirishchanlik qilishga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Alloh taolo hammalarni shu talab qilgan ishlarga erishishga nasib qilsin va duolari ijobat bo'lgan kishilarning qatoridan qilsin Alloh taolo. Va shu kelayotgan Ramazonga bizni sog' salomat yetkazsin. U Ramazongacha kim bor, kim yo'q, yana nima ishlar yuz berdi, uni hech qaysimiz uqmaymiz. Shu Ramazonga Alloh taolo sog' salomat yetkazsin. Va shu Ramazonda jahannamdan azod bo'lgan, jahannamdan qutulgan kishilarning qatorida yasun Alloh taolo. Va shu Ramazonda qilgan amal ibodatlarimizni hozirdan boshlab Alloh taolo qabul bo'lgan kishilarning qatoridan qilsin. Oxirida shu Ramazon ayini to'liq tutib, shu Ramazon ayi qabul qilinib, gunohlari mag'firat qilingan, Alloh taolo rozi bo'lgan kishilarning qatoridan qilsin. Chunki Ramazonda, ya'ni biz shu Ramazonni qanchalik sifatlasak, nurg'un sifatlari bor, nurg'un ortiqchiliklari bor. Chunki shu ortiqchiliklarni deyish shu Ramazonga bo'lgan bizning hurmatimizni, qiziqishimizni va tayyorligimizni oshirganlik uchun shunga Qur'oni Karim va hadis Rasululloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni jiq ta'kidlagan. Ramazon bo'lib, Ramazonning oxirida Qurbon hayit, ro'za namozini o'qib bo'lgandan keyin
shaytonlik to'lishib ketdi deydi. Kichik shaytonlik qolmay, nima bo'ldi degandan keyin biz bu odam bolalarini 1 yil jafo tortib oz bo'lsak, ma Ramazonni qabul bo'lgan, Ramazonda duosi ijobat bo'lgan, Ramazonni haqiqiy ravishda tutgan odamning gunohini Alloh taolo mag'firat qilyapti. Deb 1 yil qilgan ishining zayoqlab ketganligiga yetishib to'lab ketdi deydi. Bizni oxirida Alloh taolo shu Ramazonning to'liq savobiga erishib, jahannam ahlidan bo'lib qolgan bo'lsak, shu jahannam ahlidan qutulgan kishilarning qatorida yezlatgan, gunohlarimiz mag'firat bo'lgan, duolarimiz ijobat bo'lgan kishilarning qatoridan qilsin Alloh taolo. Va hozirdan boshlab tayyorlik qilishga Alloh taolo bizni muvaffaq qilsin. Bayatdan gapning o'tirisida deyilgan gap to'g'ri tushuninglar. Ya'ni biz bir narsani anglasak, angladik va itoat qildik deymiz. Ya'ni bu yerda deyilayotgan gap faqat anglab qo'yish uchun emas. O'zimdan boshlab. Ya'ni biz oldingi haftada o'zimizning Ramazonni bir qator sifatlagandan keyin bir qiziqishimiz, hurmatimiz oshdi. Undan keyin Ramazonga qanday tayyorlik qilish to'g'riliq qisqacha to'xtaldik. Bu bizga qanchalik ta'sir qildi masalan, bir haftaning ichida. İşlerimizde qanchalik retildik. Mesela diz telefonu işletişimiz. To'xtab turib bu telefonni men bakchaq ishlatib ketibdim. Ramazon kap bo'g'uchilik. Azroq ishlatishning miqdorini tushirib deb baqdiqmi? İşlerimizni retlab baqdiqmi? To'xtab turib yoki atdeganda 2 soat, yoki tushdan keyin 2 soat, yoki 2 soat vaqt chiqiray. Qur'on o'qish uchun, Qur'onning tarjimasini o'qib baqish uchun deb o'yinib baqdiqmi? Bir o'yinib baqish tegishlik masala. Chunki biz o'ylab qolmaylikki, bu imoniy ruh, bu narsalarga qadamlarlam ehtiyojliq deb o'ylab qolmaydi. Ajdodlarimiz, masjidga qadamlarlam ehtiyoji bor buning. Ya'ni 50 yoshdan oshgan chog'da ehtiyoji bor bu taqvolik degan narsalarga deb qolmaydi. Yosh turibmi taqvo bo'ladi. Taqvolikda kamolatga yetkiladi. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga xabar berdi, qiyomat kunisi kun boshimizning ustida muchroqda yaqinlaydi dedi. Ba'zi adam ushqig'ichilik, ba'zi adam tiziga, ba'zi adam beliga, ba'zi adam quloqning yumshoqchilik targa chumidi deydi. Shu qiyomat kunining dashtidan. Undan keyin shu kunda hech qanday soya bo'lmaydi. Zamin tip-tuz ulab ketdi. Hammadan soyaga qattiq ehtiyojli. Yawma la zilla illa zilla. O kun faqat Alloh taolaning soyasi bor. Ammo shu soydan soya yalatgan 7 turlik adam bor deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning qatorida odil podshoh. İnşallah aramızdan reis utqalla, bir padişah utqalla çıkaşın ama. Ama ümitsizlenmeylik ki, hem de biz padişah olanmışsak, o ya tütürlük adamlık kanda adamlı tutup, o Allah'ın sayedisinin sayedeyanma eşyada aşında kıyınlıp gitmemiz bu da oylap kalmaylık ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ya tütürlük işi de şu padişahın katarısına aytıyor ki, şebun neşe'afi ibadetillah. Bir tane yaş var ki, Allah'ın ibadeti yaşlıkını ötkazdı deyip. Yani bir tane yaş vaxtıda taqvo yaşagan bo'lsa, yani Allah'ın buyruğunu kulun kirişçe icra kılıp Allah'ın tosqanlarından yangan bo'lsa, mahbi ve aşkara Allah Teala kıyamet günüsü aşında padişahının qatarida aqsağının Allah Teala'nın sayısıdımda Türk adamının qatarından qıtu deydi. Şuna üzümüzünü kichik sanamaylı. Bu deyilgen gaplar çoğun adamlar anlaytgan gaplikkan bu. Bu taqvolik, bu Qur'onni yaxshi ko'rish, bu Rasulullahni yaxshi ko'rish. Bu İslami ruh deganlik bir çoğunda saqalı var, çeçik aqsaqlıncı adamni detqan gapki deb o'ylab qolmaydi. Musulmon balog'at ketgandan keyin mushuning hammasi ustiga tushdi. Endi omonat mendan ketdi sizlarga. Bu bir omonat. Bu ilm bir omonat. Endi aqasinglar ketdi, mas'uliyat yuklandi. Buningdan men mas'ulmi, siz mas'ulsizlar. Shunga hergiz anda o'ylab qolmaylikki, bu cho'ng odamlarga deyilgan gap ekan deb emas. Bizmi taqvo bo'laymiz. Bizmi islomiy ruhga ega bo'lib, cho'ng adamlik qilgandan ortiq ishni qila olamiz. Bizmi Alloh taoloni yaxshi ko'rib, Alloh taolo bizni yaxshi ko'rgan kishining qatoridan bo'laymiz. Bizmi payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan kishilarning qatoridan bo'lsak, bularni yaxshi turib, bizmi Qur'onni yaxshi ko'rsak, bu musulmonlarni yaxshi ko'rib, bizning muhabbatimizni izhor qilsak, bu musulmonlarga, masjidni yaxshi ko'rib, masjidni avod qilsak, bu masjidlar yosh bolalarni ketqaya. Shunga Alloh taolo hammalarni o'zining roziligiga erishadigan ve şu özü yaxşı ko'radigan sifatlarni o'zida o'zlashtirgan haqiqiy musulmon yoshlarning qatoridan qilsin Alloh taolo.